Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni erikmasdan kuzatib, layklarni bosib, erikmasdan, zerikmasdan kommentariyada yozadigan akalarimiz o'zi Qorasoy shahrini Stand degan joyda 2 etajli istaladigan pechkalarimizni ikkinchi etajini sizlarga ko'rsatamiz. Ikkinchi etajga temir idishlar qo'yilib, shoxlari, temirlari termostoykada kraskalanib, g'ishtlari laklangan holati. Mana bu ikkinchi etaji, mana 4 ta xonani isitadi. Uylarda proyektda yaxshi tushgan bo'lsa, pechka quradiganlar yaxshi bo'lsa, 6 ta xonagacha beparvo отопление isitadi. Mana bu tarafida mo'risini tozalaydigan eshiklari. 2 ta eshigi bor, tepada bitta, pastda bitta, kanalini bemalol qilib tozalasa bo'ladi, to'lib qolsa. Ko'mirlar yaxshi bo'lsa, 1 yilda 1 marta to'lsa to'ladi, to'lmasa yo'q. Ko'mirlar yomon bo'lsa, tez to'lib qoladi. Ko'mirga bog'liq. O'tinda yoqsanglar to'lmaydi umuman. Pastga birinchi etajga tushganda mana hozir ko'rsatamiz. Birinchi etajga kirib borganda mana chap tomonda mana katta xonasi, ikkita pastida ikkita duxovkasi, tepada katta temir listi, bitta tozalaydigani bilan gullar ochilib, bitta tozalaydigani bilan bo'lgan. Kraska termostoyka kraska deydi. 700, 400, 500, 1000, 1200 gradusgacha har xil kraskalar bor. Mana laklangan holati. Oldi tarafi bor hozir. Oldi tarafiga o'tib sekin ko'rsatamiz. Oldiga o'tganda qancha g'ish ketdi desa 500 tadan 1000 tagacha har xil g'ish ketadi joyiga qarab. Mana oldini kraska lak berishyapti. Pechkalarimiz ovqat qilganda vitishkasi bor, hidni tortib chiqib ketadi. Parda hidni oldinlab chiqib ketadi tepasiga ovqat yetilganda. Mana oldilarda gullar ochilib bo'lgan. Sho'rini ko'la bilan yuvamiz. Qayerdansizlar deb so'raydiganlarga biz Qirg'izistonda O'sh shahridanmiz, O'zbekistondan emas.